Tasavvur qiling, siz uyg'onmoqchisiz, ammo tanangizni qimirlata olmayapsiz. Ya'ni miyangiz uyg'ongan, ammo tanangiz uxlashni davom etyapti. O'rningizdan turmoqchi bo'lasiz, ammo na qo'lingizni, na oyog'ingizni qimirlata olasiz. Bu ilmiy tilda tush falaji, ya'ni sonni paralich deb ataladi. Inson ongi bilan uyg'onadi, ammo harakat qila olmaydi. Nafas olish qiyinlashadi va ko'krakda zo'riqish hosil bo'ladi. Ko'p holatlarda qo'rquv, ya'ni panika paydo bo'ladi. Ba'zida inson ushbu holatdan chiqib ketish uchun baqirmoqchi bo'ladi, yordamga chaqirmoqchi bo'ladi, gapirmoqchi bo'ladi, ammo hech qanday tovush chiqara olmaydi. Ko'ziga g'alati va qo'rqinchli narsalar ko'rinishni boshlaydi. Qora sharpalar, qo'rqinchli qiyofalar yonida o'tirgandek bo'ladi. Tush falajini kelib chiqish sabablari bo'lib, ular quyidagilardir. Birinchisi bu uyqusizlik va uyqu rejimini buzilishi. Stress va asabiy zo'riqishlar, psixologik charchoq va ruhiy bosimlar. Insonni belida, ya'ni boshini orqa tarafini yostiqqa qo'yib uxlashi, to'yib uxlamaslik va judayam kech yotish sabab bo'ladi. Agarda bu holat tez-tez uchraydigan bo'lsa, insonda uyqusizlik va uxlash oldidan qo'rquv paydo bo'ladi. Xo'sh, tush falajini qanday qilib oldini olish mumkin? Uyqu rejimiga amal qilish, ya'ni bir vaqtda yotib, bir vaqtda turish kerak. Boshni orqaga emas, yonboshlab uxlash maqsadga muvofiqdir va kamida uyqu 7 yoki 8 soat bo'lishi lozim. Uxlash oldidan qahva ichmaslik va to'yib ovqatlanmaslik kerak. Stress, charchoq va asab buzilishidan o'zingizni asrang. Zarur bo'lgan hollarda siz nevropatologga murojaat qilishingiz mumkin. Kanalimga obuna bo'ling, chunki biz bachkana videolardan yiroqmiz. Biz xavfsizlik va foydali ma'lumotlar haqida gapiramiz.